ko'pincha savol bilan murojaat qilishadi. Doktor, allergiya qo'zg'ab qolsa qanaqa qilib birinchi yordam ko'rsatamiz? Endi bu ko'proq allergologga borib, o'zida allergik kasalliklarini borligini bilib, tashxisni qo'ydirib, keyin shu allergiyani davolab yurgan paytda birdan allergiya qo'zg'ab qolsa, shunda qanaqa yordam ko'rsatamiz deb tushunsak to'g'ri bo'ladi. Chunki hali o'zida allergiya bor yo'qligini bilmaydigan bemor to'satdan bir holat bo'lib qolsa, unda albatta mutaxassisga murojaat qilish kerak. Lekin allergiya bilan davolanib yuribdi, ana shu holatda yoki shifokordan uzoq paytida yoki kechqurun allergik holat qo'zg'ab qolsa, biz har doim aytamiz bemorlarimizga, uyingizda shu allergik holatga birinchi yordamni ko'rsatuvchi dori vositalari doim bo'lishi kerak. Bu nima? Mana gistaminga qarshi tabletkalar bor. Ayniqsa o'sha 3-avlod gistaminga qarshi dori vositalari. Yoki mana glukokortikosteroidlarni inyeksiya shakllari yoki glukokortikosteroidlarni ingalyatsion shakli yoki glukokortikosteroidlarni burunga sepuvchi shakllari uyda bo'lishi kerak. Mana shu ko'rsatiladigan birinchi yordam bo'ladi. Birinchi yordamni ko'rsatgandan keyin albatta mutaxassisga borib, davolovchi shifokorga borib murojaat qilish kerak bo'ladi.